Assalomu alaykum muxlislar. Yana bizlarning tovuqlashi nasib bo'lsa bular troyki, dvoyki deganlar yine saqqali var, ayağını pati var, galasini so'ppisi var. Bular отдельно qo'ydik. Xudo xolasa. Bular черный алмаз bular. Черный алмаз. Bularni отдельно bo'lak katakda qo'ydik. Xudo xolasa. Bo'lsa bularni ham отдельно tuxumini olamiz. Bular palaviy bular. Palaviy bilan bu tovuq limonni kurapachni xo'rozini qo'shib qo'ydim, lekin bular o'zining xo'rozi bo'lmaganidan keyin nasib bo'lsa bularning ham tuxumini отдельно olamiz. Xudo xolasa. Bu yonda bular var. Bular saqqalli bular. Yani bu nasıl var? Saqqalı var bular. Bärini. Palaviy, черный, svetli. Xo'rozi ham svetli, saqqalısı var. Bular dvoyka deydi. Bular yani birinchidagilar troyka ular. Yine. Bular ham shu 6 ga 1, 5 ga 1 etib shunday etib qo'yganman. Nasib bo'lsa bularning tuxumini отдельно olamiz. Keyin bu yonda bor mana. Bular dalmatin mramor bular. Mana mramor. Bular dalmatin bular. Bularning ham tuxumlarini отдельно olamiz. Xudo xolasa. Bularniki ham bu mramor xo'roz shuning yonlarida turibdi. Nasib bo'lsa bularning tuxumini отдельно olamiz. Bir yerde var. Yine bir 5 tane burama. Bular ham bo'lak turibdi. Bular yana nimalar kul renk deydi bizning tilda. Bu yerda черный olmasi var. Nimasi var? Ama ozgina kalkula uzun edi. Shundan bo'lak qo'ydim bularni. Bularning tuxumini отдельно olaman deb bo'lak qo'ydim bularni. Yine. Keyin bir yanda var yine. Bir yanda var. Bu lekin mesne mramor xo'roz var. Dakan xo'roz var. Toshkali xo'rozlar var. 3 tane bular mesne yandek